Assalomu alaykum, it ishqibozlari, hammaga salom. Bugun 26-iyul, hafta kuniga yakshanba. Bugun sizlar uchun chiroyli videolar qilganmiz. Bozorga chiqib, ertalabda sizlar uchun chiqib, chiroyli videolar qilganmiz. Sizlar kutgan va sizlar qidirgan kuchuklarni olib chiqdik, akalar. Video boshlanishidan oldin bitta like, bitta podpiskani bosib qo'ysalaring, sizlarga manfaatli videolar qo'yishga harakat qilamiz, akalar. Kommentariyada qo'llab-quvvatlayotganlarga katta rahmat. Sizlar xizmatlaringdamiz, akalar. Sizlarga qanday kuchuk kerak bo'lsa, oldindan aytib qo'yamiz. Xohlagan turlaringdagi kuchuklarni topib beramiz. YouTube'ga qo'ymayotgan kuchuklarimiz juda ko'p. Son sanog'i yo'q kuchuklarimiz. Ishonsalaring, Dalmatindan tortib, Rottweiler, Kanikorsa hammasi bor. Telegram kanallarimizda o'zimizda. Aloqaga chiqinglar, bunaqa it kerak diyor bersalaring, topib beramiz ponni. Yana bitta narsani aytsak, akalar, ko'p akalarimiz negativ bildirishyapti. Biz negativlarga e'tibor bermaymiz. O'zimiz agar gaplaring bo'lsa, yo bironta joyda xato qilgan bo'lsak, o'zimizga chiqinglar, bunaqa joyda bunaqa xato qilgansizlar deylar, akalar. Keyin dabermanlarda narxlari hozirgi kunda $250 bo'lyapti. Sababi toza qonli, ularda pitaniyasi normalniy bo'ladi, akalar. Bir kunda kamida 50 ming so'mlik rasxod qilishyapti. Daberman yetishtirib berayotgan opalarimiz, akalarimiz bor. Toza qonlilarni chiqartirib beryapti. Akalar, sizlarga oldin aytaylik, hafta kunida bir marta bo'ladi yakshanba it bozori. Andijon, Namangan, hamma joy bitta joyga keladi, akalar. Qanday itlaring bo'lsa, kelinglar, sotinglar. Qanday itlar olmoqchi bo'lsalaring, kelinglar, savdolashib olinglar. Yana sizlarga manfaatli bo'lish uchun lokatsiyani bir bor tushuntirib beraman. Videoga diqqat bilan qarab turinglar. Quva, Andijon, Namangandan keladigan akalarimizga ham mana Quvani yo'lini bilasizlar. Quvadan Farg'onaga kelishda muz keladi. Muzdan o'tganlaringdan keyin xiyobon, kiyik, nima keladi? Kuruk keladi. Kiyik kurukdan chapga yursalaring, Guzar tomonga yoki Press tomonga yursalaring, sitafor keladi o'rtada. Sitafordan chapga burilganlaringda 500 metr yurganlaringda o'ng qo'llaringda it bozori keladi, akalar. Lokatsiyani tushunib qo'yinglar. Itlarda sizlar uchun zo'rlarni olib chiqyapmiz, akalar. Qo'llab-quvvatlanglar. Zo'r itlarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Hozir o'zimizda jajji kuchuklarimiz ham tug'ilgan. Ularni ham chiroyli qilib video syomkalarini ham qo'yib berishga harakat qilamiz. Like, podpiskani unutmanglar. Assalomu alaykum, akalar. Bozorimizga pitbullni so'rayotganlarning qiz bolasi chiqdi mana, akalar. Rashidda holatlari baquvvat narsa ekan. Urg'ochi. Baquvvatligi zo'r, sog'lomligi sog'lom. Narxini 1,5 million deyishyapti egalari. Bir marta tuqqan, yoshi 1,5 yosh. Buni erkagi ham bor, xohlasalaring. Pitbullni aynan chorvador akalarimizga olinish kerak. Pitbull bitta yaqinni olib mana. Baquvvatligi zo'r. Bo'ri, chiya bo'ri, ancha-muncha itlarni pitbulllar oladi. Olsalaring, qo'riqchilikni zo'r qiladi. Ko'pincha fermaga tashlashyapti. Bu boshqa yaqinni olib tishlari, mana tishlari butun. Hammasi yosh. Tishlari butun. Udar narsalar. Aloqaga chiqaverasizlar, akalar. Chiroyli narxlarda qilinglar, xudo xolasa. Ishlang bitkizing. Ikkita viloyatga dastur beramiz. Assalomu alaykum, akalar. Dabermanimiz chiqibdi. Toza qonli. Shu udar narsa. Aka, shu qizmi? Qiz bola. Ko'tarib bittasi ko'rsating. Mana. Mana. Kallalari ham yaxshi, toza qonli. Ota-onasi bor-a, normal aka. Ishonchlimi? Mana akalar, erkagi. Bunda yonmachasini ham ko'rsating. Dumlari qirqilgan akalar, mana. Aka, nima yeyishyapti? Ovqat ichdimi, sutdami hali ham? Yo'q, go'sht ovqatlar yeyishyapti. Afsanka kasha qilib beriladi. Bu narsa yo'radi. Sutdan chiqqan baquvvat kuchuklar. Ota-onasi o'zimizda deyishyapti. Mana shu udan narsalar yaltirab turibdi. Akalar, daberman
ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Doberman quruqchiligi yaxshi itlardan aqlanasi dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Yosh bolalarni zo'r himoya qiladigan Doberman kuchuklari. Uni akraslari ham vasha udar ekan. Nechi pul ekan kuchuklar aka? Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Chiroyli narxlarda qilib beriladi aka. Bunisimi o'g'il bolasi? Bitta o'g'il, bitta qiz bor akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda qiladi. Akalar bozorimizga ovchi chiqdi. Erkakmi bu? Urg'och ekan. Urg'ochi narxini buni ham 1,5 million deyishyapti akamiz. Odamlar chiroyli narxlarda qilib berishadi. Bozorda shu savdosini qilinyapti. Ovchi xudo holatlari tovuq, po'g'ni yemasligiga garantiya deyishyapti. Yo'q, menga ta'zir kelaman, yo'lga ozoshlikni kamar qilaveradi. Bu baylarni o'tkazadi. Akalar shu savdosi bo'lyapti. Bozorimizga shunday itlar ham chiqadi. Urg'ochi 8 oylik deyishdi. Kimga shunday itlar kelib salohiga chiqadi. Savdosi. Yo'q, akalar ovcharkamiz. Dek. O'rgatilgan ozmoz komandalari bor. Urg'ochi 10 euro. Ha, pulni komandalari bor ekan. Narxi qancha aka? Buni ham narxi 1,5 million aka. Tug'magan hali, 1 yoshga yaqin. Bu urdi, umuman emas ekan. Akalar Chorvozor akalarimizga. Holatlarni bitta yaqindan o'tkazasiz. Ishlari ham butun. Bah. Holatlar vashi udar narsa 1,5 milliondan. Akalar, husky kuchugimiz erkak 7 oylik. Kallalari kattasidan, misollarga so'zi buru huskylardan emas. Holatlari zo'r. Vashi udar narsa. Tovuqqa tegishmasligini to'g'risi bilmaymiz. Yosh bolalarga umuman tegmaydi. Quruqchilik yaxshi narsa. Buni narxini $100 deyilyapti. O'tgan bozor $150 narx qo'yilgan. Hozir $100 deyilyapti. Chiroyli qilib kamaytirib beramiz bozorda, xudoolasi sotilib ketmasa. Kimga husky kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizga aloqaga chiqsalaring, o'zimizga it akalar. Mashqa holat uzun. Bitta mashinaqasini chiroyli qilib uyga tashab qo'yinglar akalar. Akalar kangal bilan qirg'izni bolalari deyishyapti. Vakili ko'ra zo'r. Erkak 400 ming so'm narx aytishyapti. Rosa vakillar aytdi. Endi charchab dam olyapti shekilli. Buni osalaring bo'laveradi, gibrid hisoblanadi. Endi kangal bilan qirg'izni bolalari. Mana 400 ming so'm narx. Akalar, bozorimizga toza qonli, ota-onasiga garantiya itlarimiz chiqdi. O'zimiz chasdan borib olib keldik. Nozik mijozlarimizga mana turishiga ko'rib akalarimiz alabaymi uka deyapti. Hozirgi vesi ham 11 kilo, 12 kilo chiqyapti. Hali 2 oylik kuchugimiz quloqlari mana endi turyapti. Toza qonli, buni narxini $200 deyapmiz, 2 milliondan qilib beryapmiz. Akalar, shunaqa toza baquvvat kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqasizlar. Buni ota-onasi chast itlari, xizmat itlari, ikkita erkak, urg'ochisi ham bor. Holati va shu udar. Hozirgi veslari 12 kilo chiqyapti.
Purt-purtiga dorilar ichkizilgan. Shunaqasidan olib salaring. Mana. Aka, mana shuni ushlab turing. Syomka ketyapti. Holatlar uchun. Toza qonlilari kelsa o'zimizga aloqaga chiqasiz. O'zimizda bor. Bitta like bilan bitta podpiskan bosib qo'yasizlar. Bitta bunday qilib qo'yasiz. Bozorimizga zvanokchalar chiqibdi. Zvanolar narxini 2 million so'mdan deyishyapti. 200 ming so'mdan deyishyapti. Pullar turadi? Ha. Pullari turadigan ekan. 200 ming so'mdan deyishyapti. Erkak urg'ochi bor. Zvanovchalar. Bitta urg'ochi olgan uchun. Bitta like bilan bitta podpiskan bosib qo'yasizlar akalar.